Juda ham ko'p eshitganmiz o'tish davri haqida. Bu ko'pincha bizning miyamizda assotsiatsiya xuddi o'smirlik davri. O'smirda hozir o'tish davrida buni 14 yoshda sho'xlik qilganda, 18 yoshda yana nimadirlar to'polonlar uyda chiqqanda, kelishmovchilik bo'lganda, mayli bunda o'tish davri degan gap ko'p eshitamiz. Lekin inson hayotida bir necha o'tish davrlaridan o'tadi va bu faqat o'smirlikda emas. Masalan, 3-5 yoshda ham o'tish davri bo'ladi, 30-44 yoshda ham bo'ladi va eng og'irli aynan mana shu 30-44 yoshdagi o'tish davriga to'g'ri keladi. Yana ahamiyatlisi, o'tish davri faqat o'g'il bola yoki faqat qiz bola, faqat erkak yoki faqat ayolda emas. Absolutni hamma insonlar bu davrdan o'tadi. Hattoki siz menda bo'lmagan-ku desangiz ham, ishoning sizda ham o'tish davri bo'lgan, faqat siz buni o'tish davri ekanligini bilmagansiz. Oldin mana qanaqadir o'rgatilgan shaklda bo'lganidan endi men qanaqasini xohlaymanga o'tish davri hisoblanadi. Masalan, bola kichkina paytida ota-onasi kiydirgan kiyimni kiyadi, bergan ovqatini yeydi. Bu bola bilan o'rtoq bo'lmagin desa, xo'p deydi, o'rtoq bo'lmaydi, lekin o'smir yoshida, o'sha bizadagi aytgan o'tish davrida u buni yemayman, bu kiyimni kiymayman yoki ha, imенно mana shu o'rtog'im bilan do'st bo'laman deydi. Siz uni bilmaysiz, u yaxshi bola, u yoki yaxshi qiz, siz uni yomon ko'rasiz deb o'zini do'stini himoya qilishni boshlaydi. Xuddi shu ishni siz unga 8-9 yoshida aytganingizda, sizning buyrug'ingizni so'zsiz amalga oshirgan bo'ladi. Mana shu qadriyatlarning o'zgarishi, qiziqishlarning o'zgarishi va hayotiga o'ziga bo'lgan tizimni yengitdan tuzib chiqishi, ya'ni men kimman va qayerdaman so'zlariga javob topayotgan paytida inson psixikasi, ongi, aqli o'tish davridan o'tadi. Masalan, 3 yoshli bola ota-onaga bilasizmi, eng qattiq krizis, ko'tara olmaydigan, siqilib ketadigan, tarbiyasida qiynalyapman deydigan moment imенно 3 yoshda bo'ladi. Men oldimga kelgan mijozlar farzandini 3-5 yosh orasida olib keladi, chunki gapimga quloq solmayapti degan masala bilan. Nimaga quloq solmaydi? Chunki u oldin siz qilib bergan hamma ishni siz unga qilib berasiz deb o'ylagan. Ya'ni kiyimini kiydirib qo'yasiz, popkasini taxlab qo'yasiz, kashasini yedirib qo'yganingizga o'rgangan, lekin 3 yoshda u o'zim qilaman deganga tushadi va sizga qarshi bo'ladi. Mashinaga o'zim o'tiraman, ovqatimni o'zim yeyman, qayergadir o'zim boraman deydi va ayni ziddiyatlar ota-ona bilan mana shu 3 yoshda boshlangan bo'ladi. Bu davrdan eson-omon o'tib olganingizdan keyin bu yerda qanaqa o'tish kerakligini tushuntiraman. Demak, mana shu davrda bolani mas'uliyatni o'z bo'yniga olayotgan paytida sindirmasdan unga avtoritet bo'lib qolish, saqlab qolish kerak. Bu juda qiyin. Chunki siz hali ham onalik g'amxo'rligingiz tashvishi ortib ketib, "Ke o'zim qilib beraman, men o'zim qilaman, sen meni aytganimni qilgin" deyishni boshlaysiz. Lekin ha deb uni o'rniga masalalarni hal qilaversangiz, bu taxminan 7-8 yoshgacha davom etadi. Masalan, maktabga chiqqanda men o'zim kuzataman shunaqa ota-onalar bolasini uy vazifasini kundaligini o'zi to'ldirib o'tiradi. Bola kundalik to'ldirishni bilmaydi. Popkasiga kundalik darslar bo'yicha, mundarija bo'yicha kitoblarni taxlashni bilmaydi. Bu hamma mas'uliyatni ota-ona o'z zimmasiga olgan bo'ladi. Ko'pincha bu onalar zimmasiga oladi. Lekin mana shu yerda ham xato ketadi. Chunki bola ayni mana shu yoshda mas'uliyatni o'rganayotgan payti. Siz shu yoshda bolani mas'uliyatini sindirasiz, keyin katta bo'lganida nimaga bunaqa loqayd, nimaga mas'uliyatsiz degan savollar bilan murojaat qilasiz. Shuning uchun bola o'zim qilaman degan paytida yo'q, sen emas, men degan narsani ishlatmang. Bilaman, sizga ancha tezroq bo'ladi. O'zimiz qilib qo'yishimiz ancha bizga onalarga oson. Meni ham 3 ta farzandim bor. Xuddi siz o'tayotgan davrdan men ham o'tganman. Ming qiynalsak ham bolamiz o'sha ishni o'zi qilishini kutib turishimiz unda mas'uliyat shakllanishiga zo'r imkoniyat bo'ladi. Ana endi bu davrdan o'tib oldingiz, bola men o'zim degan narsada o'tgandan keyin yana bitta qiyin davr, o'smirlik davri keladi. Bilasizmi, o'zi mehr bola tarbiyasida doza darajasida kamayib kelishi kerak bo'lgan bir mahsulot deymiz, ammo munosabatimiz mana shu mehr dozasi ayni o'smirlik yoshida kamayishni boshlaydi. Onalar shikoyat qiladi, bolam oldin menga rosa mehribon edi, hozir menga ishi yo'q, yoki bo'lmasam oldin hamma aytganimni qilardi, hozir quloq solmaydi, o'z bilganicha qiladi deydi. Lekin ayni mana shu davr ota-ona bilan farzand o'rtasidagi separatsiyaning bir bosqichi bo'ladi. Ya'ni separatsiya bu uzilish degani. Mana shu davrda eson-omon uzilib olsak, farzandlarimiz bilan sog'lom tarzda. Ba'zi ota-onalar qo'rqib ketadi bu gapdan. Men undan uzilsam, keyin u boshqa muhitga tushib qolsa, keyin u boshqacha tarbiya olib qolsa, men bolamni yo'qotib qo'yamanmi deb xavotir olasiz. Lekin aslida bolaga doim onani qobig'ida bo'lish, doim onani qo'l ostida turishi unga zarar bo'ladi. Bu ham erkak, ham ayolga zarar.
Chunki qiz bola turmushga chiqqanidan keyin taqdir taqozosi bilan o'z oilasidan uzilishi kerak va u yangi borgan oilaga ko'nikishi uchun unda sog'lom separatsiya bo'lgan bo'lishi kerak. Agar onasidan uzila olmagan qizlar turmushida haligacha xayolan bu yerda yashaydi. Men buni boshqa darslarda bir tushuntirib berishim mumkin. Qanchalik bu oilani muhitiga, er-xotin munosabatiga zararligini. Va xuddi shunaqa erkak kishi ham ota-onasidan o'z vaqtida uzilishi kerak. Ya'ni u erkakligini his qilish, mas'uliyatni his qilishi uchun ota-onadan uzoqlashish davri. O'zi uzoqlashish deganda nimani tushunamiz? O'zi qaror qabul qilishi, qarorlariga mas'uliyatni bo'yniga olishi, mas'uliyatni bo'yniga olgandan keyin natijalariga ham o'zi mas'uliyatli bo'lishi. Ya'ni bu yerda xato qilib qo'ydim, endi meni qutqaringlar emas, men xato qildim, demak shuni men endi javobgarligi bo'yniga olaman degan. Mana bu sog'lom separatsiya bo'ladi va bu etapdan hammamiz o'tishimiz kerak. Mana shu etapdan bolalarimiz o'tayotgan davr o'sha bizga yoqmagan o'smirlik davri hisoblanadi. Sizni fikringizga qarshi chiqishlar bilan, siz yoqtirgan narsalarni yoqtirmasligi bilan, siz unga hech qachon bunaqa uslubda kiyinishi tavsiya qilmagansiz yoki taqiqlab qo'ygansiz doim, ana endi u o'sha uslubda kiyinishi xohlashlari bilan sizga qarshi ekanligini ko'rsatadi. Va bu davrda ota-onalarga tavsiyam qo'rqib ketmang. Bu juda ham normal holat. Faqatgina bundan to'g'ri o'tishi bo'lishi kerak. Yana bitta tavsiya bor. Ayni mana shu o'smirlik o'tish davrida farzandingiz bilan unga gap uqtirgandek, tepadan pastga munosabat qilgandek emas, tengdek bo'lishimiz kerak. Ya'ni farzandlarimiz 5 yoshidagacha u bizga podshohdek bo'lishadi. 7-8 yoshida biz ulardan sekin uzilamiz, lekin o'smirlik davrida 18-19 da voyaga yetganlik so'zi bor, bilamiz buni. Mana pasport beriladi o'sha davrda, maktab davri tugatiladi. Voyaga yetgan farzandingiz bilan hali ham uni yosh boladek kamsitib, uni qarorlarini inobatga olmasdan, uni qanaqadir kattalashganini his qildirmasangiz, bu qaytanga bolani yo o'sha aytganimdek mas'uliyatsiz qildirib qo'yadi yoki bo'lmasa sizga doimiy bog'lanib, siz bilan uzila olmaydigan va hayotda hech qachon katta bo'lmagan bo'ladi. Yana bitta ahamiyatli narsasi, bilaman, baribir biz hammamiz moddiy dunyoda yashaymiz va hammamiz moddiyat ko'rinishidagi rag'batlarni yaxshi ko'ramiz. Bu katta pullar deymiz, uy, joy, mashina, soha, kasbdagi rivojlanishlar. Ayni mana shular faqat katta insonlarga beriladi. Agar bola o'smir davrida bolaligini saqlab qolgan bo'lsa, haligacha qaror qabul qila olmaydigan, ota-onasidan uzilmagan, mas'uliyat bo'yniga olmaydigan, javobgarlikni qila olmaydigan bo'lsa, u katta pullarga, lavozimda ko'tarilishlarga, sohada muvaffaqiyatligi ham tayyor emas bo'ladi. Shuning uchun o'tish davri bu biz uchun juda ham muhim o'zgarish davri. Mana shundan chiroyli o'tib berishimiz kerak. Ana endi o'tish davriga chiqib oldi yoshlar. Bu davrda u o'ziga soha tanlaydi, kasb tanlaydi, yo'nalish tanlaydi. 16-20 yoshlar atrofida o'qishga kirmoqchilik bo'lganlar institutga kiradi. Institutga kirmaslikni tanlaganlar soha kasb tanlab ishlashni boshlaydi va o'z sohasida o'zini qidiradi. Va lekin bo'ldi shu yoshda o'zini topdi degani emas. O'tish davrida bola bir necha o'ziga sinab ko'rishi mumkin, qiziqishlarini o'zgartirishi mumkin. Bolangizni nimaga sen bitta narsada uzoq turmaysan deb urishmang, chunki u hali asl o'zini kimligini topa olmagan va hozir u soha bu sohada sinab ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Ba'zi vaqtlarda ayni mana shu davrda o'sha biz aytgandek o'smirlik davridan to'g'ri uzila olmagan bolalar xohlamagan kasbini tanlaydi. Unda muvaffaqiyatga erisha olmayotganini ko'radi. U sohada mazza qilmayotganini, u kasb unga nima deydi, xursandchilik olib kelmaganini ko'rsa ham qo'rquvidan kasb almashtirmasdan qoladi. Men bunda sizga agarda farzandingizni shunaqa narsani kuzatayotgan bo'lsangiz, uni bu sohada qo'llab-quvvatlashingizni taklif qilaman. To'g'ri, ha deb soha almashtirish tarafdori emasmiz, lekin 2-3 ta kasb soha almashtirish bu absolyutni norma hisoblanadi. Masalan, hattoki shunaqa voqealarni kuzatganmanki, meditsina sohasida ketgan, medik sohasida yaxshi ishlagan, lekin 30 yoshida ijodkorligini kashf qilgan insonlar ham bor. Ya'ni bular meditsinani tashlab balki ijodkorlikka ketmas, lekin uni ham qalbi uchun qilganida ko'proq muvaffaqiyatni aynan mana shu ijodkorlikda ko'rganlarni ham guvohi bo'lganman. Shuning uchun farzandingiz bir joyda qolib qo'rqmasdan kasb almashtirishiga, qolib ketib o'zgarsam ishsiz qolaman degan qo'rquvlar bilan emas,
o'zini topish uchun imkon yaratib berishimiz kerak. Bu uni qobiliyatini namoyon qilish uchun bir fursat hisoblanadi shunchaki. Siz farzandingiz sohasini, kasbini, ishini o'zgartirmoqchi bo'lganda unga to'sqinlik qilmang. Shunchaki unga imkoniyat bering, o'z qobiliyatini butkul namoyon qila oladigan, o'zidan maza qilib ishlaydigan sohasini topsin va ana o'sha yerda uni aniq muvaffaqiyat kutib turgan bo'ladi. Ana endi o'tish davrlarini endi eng qiyini, eng murakkabi qachon desangiz 30-36 yosh atrofida bo'ladi. Chunki ungacha bo'lgan davrda hayot bir tizimga tushgandek, xuddi relsga turib oldingiz, yana ketasiz. Soha tanladingiz, kasb tanladingiz, pul topishga o'tdingiz, oilani boqish, turmush qurish, farzandli bo'lish, bu qaysidir bosqichgacha olib keladi va qaysidir davrda ayol kishi ham, erkak kishi ham men qayerdaman degan savolni beradi. Demak, eng qiyin davr mana shu 30-36 yoshdagi o'tish davrida bo'ladi. Xususan, ayni mana shu yoshda meni oldimga murojaat qilib keladigan davr mana shu davr. Chunki bu paytda siz qayerga bormoqchi edingiz, ya'ni hayotingiz haqida taxminiy kartinkalar bor edi. Men katta bo'lsam bunaqa narsaga erishaman degan orzularingiz, niyatlar, maqsadlar bo'lgan va lekin atrofga qaraganingizda o'sha siz xohlagan narsalar hozir bormi, yo'qmi deydigan qisman bitta sarhisob deylik, shunaqa bitta etapiga kelgan bo'ladi va mana shu davrda bilasizmi, eng og'ir yosh krizislari o'tadi. Bu ham erkak, ham ayollarda. Yana bir ahamiyatlisi, avvallari bu krizislar bu yoshda bunchalik chuqur emas edi. Asosan 44-45 yoshida bo'lardi. Lekin hozir ko'rib turibsiz, zamon juda ham tezlashib ketgan va davr tezligi hisobiga insonni psixikasini rivojlanishi, ongini rivojlanishi, hayotimiz shiddati, stressli sabab ayni mana shu davr bizda hozir tezlashib ketgan va 30-36 yosh atrofida o'sha eng og'ir krizislarni yashaydigan bo'ldi. Nimaga og'ir deymiz? Chunki hayotda qadriyatlar o'zgaradi. Oldin siz mana shu narsalar to'g'ri deb o'ylaganlaringiz, bundoq o'ylab qarasangiz hayotda noto'g'ri bo'lib chiqqan. Siz masalan, haligi soha misolida aytaylik, bir sohada ishlasang muvaffaqiyatga erishasan dedi yoki siz qaysidir kasb tanlagan edingiz va shuni doim ishlasangiz zo'r bo'lib ketaman deb o'ylagan edingiz, 36 yoshda siz qarasangiz hali ham zo'r bo'lmagan bo'lsangiz, sizda ichkarida bo'shliq paydo bo'ladi. Nimaga men chiqqan yo'l men xohlagan manzilga olib bormadi degan. Ayol kishilarda esa bu o'sha davrgacha ko'proq o'zini oilaga bag'ishlagan bo'ladi. Farzandlarim, oilam, qaynona, qaynota, turmush o'rtoq bilan band bo'ladi, lekin hayotda o'zini yo'qotib qo'ygan davrini ham his qiladi. Agarda oila bilan birga o'zini shaxsiy ehtiyojlari, xohishlarini unutmagan, muvaffaqiyatli yashagan insonlar bo'lsa, albatta bular krizisni bunaqa qiyin o'tkazmaydi. Lekin baribir ularda bo'ladi, baribir qadriyatli bitta sarhisobdan o'tib oladigan, o'zi to'g'ri yashayapmanmi, men shunaqa qilishim kerakmidi, hozir endi kelajakka maqsadim nima xohlayman deydi. Krizisni boshqa tomoni ham bor. Masalan, 36 yoshda meni oldimga kelgan bir mijoz misolida tahlil qilsak, aytadilar, farzandlarimni voyaga yetkazdim, hammasi ulg'ayib oyoqqa turdi. Oyoqqa turdi deganda biz bu davrda 36 yoshli ayolda taxminan 10-15 yoshli farzandi va kichkinasi 10 yoshli bo'ladi. Demak, u doimiy onani yonida bo'lish ehtiyoji yo'q. Katta bo'ldi hisoblanadi. Mana shu yoshda aytadiki, men turmushga chiqdim, farzandlarim oyoqqa turg'izdim, uy oldik, mashina oldim, sohada kasbimda muvaffaqiyatim bor, lekin yana ichkarida bo'shliq deydi. Nimaga? Chunki inson keyingi bosqichga o'tayotganida aynan mana shu bo'shliqlar bizani o'stirib chiqarib beradi. Aynan mana shu bo'shliq oldin qadriyat demak faqat pulda bo'lgan. Demak, u faqat moddiyatda bo'lgan. Demak, u mashina olishni maqsad qilgan, uyli bo'lishni maqsad qilgan, farzandli bo'lishni, ularni katta qilishni maqsad qilgan. Lekin ana endi bu qadriyatlar o'rniga ruhiy rivoj, ma'naviy rivoj, ilmda o'sish, inson faqat moddiyatdan tashqari boshqa narsalarga ham erisha olishi haqida o'ylantiradigan davr keladi. Yana bittasi 36-40 yoshlarda, 36 deylik, 36 yoshlarda nimani kuzataman? Oldingi qilingan xatolarni tahlili boshlanadi. Men nega o'shanda shunaqa qilgan ekanman? Shu ishim noto'g'ri bo'lgan ekan. Kimlarnidir dilini og'ritgan ekanman. O'sha paytda moddiyat uchundir, balki pul uchundir, balki o'zimni haq bilish uchundir, men bu soha insonlarni dilini og'ritganman. Qaysidir davralardan ketishga majbur bo'lganman. Qarindoshlarimdan xabar olmaganman, ulardan uzilib qolganman degan nimadirlar chiqadiki, ko'pincha bu ichkaridagi xatolarni tan olinish bosqichi bo'ladi. Bu inson uchun ishoning juda ham og'ir, psixika buni ko'tarishga qiynaladi. Chunki siz oldin to'g'ri deb bilgan qarorlaringizni
endi qarabsizki noto'g'riligini his qilib qoldingiz. Demak, mana shu paytda yana bitta narsani aytib bermoqchi edim. Erkaklarda vahima kasalligi degan narsa kuzatilyapti. Hozir bu Covid davridan keyin ancha tezlashib ketdi. Nimaga aynan Covid davridan keyin deysiz? Chunki bildikki, bu kasallik aynan asab tizimimizga juda katta ta'sir o'tkazdi va shu sabab insonlarda xavotir hissini tezlashib ketishi. Ya'ni vahima kasalligi deganda biz o'sha ichkarida endi nima qilaman, endi nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi degan savollarga xavotir bilan qarash paydo bo'ladi. Buni yana bitta boshqa sababi ham bor. Bu ayniqsa 44-45 yoshlarida juda avjiga oladi. Xavotirlanish. Masalan, oldin siz hech narsadan qo'rqmagansiz. Farzandlaringiz maktabga ketganda borib kelganini ham o'ylamagansiz. O'zingiz uzoq yo'lga chiqqanda maza qilib yo'lga borishni o'ylagansiz. Lekin aynan 44 yoshda siz eson-omon uyga qaytib kelishi, farzandingiz yetib olibdimikin, yana kimdir yaxshimikin degan xavotirlanish ko'payadi. Nimaga? Chunki mana shu davrda 44-40 dan oshgan davrlarda siz hayotingizni teng yarmini yashab qolganingizni anglay boshlaysiz. Va bu sizda baribir insonda ichkarida men hozirgacha yashaganimdan ko'prog'ini yasholmayman degan signal kelishi boshlaydi. Ilohim hammani umri uzun bo'lsin, lekin taxminiy o'rtacha yosh baribir 80 ni olsak, aynan hayotimizdan qoq yarmi mana shu 44 yoshda bo'ladi. Va shu davrda insonlarda keskin o'zgarishlar paydo bo'ladi. Xarakteri o'zgarmaydi degan gap noto'g'ri. Qadriyatlar o'zgarganda insonning xarakteri ham o'zgaradi. Xarakter ko'proq yaxshi tomonga o'zgaradi, lekin ba'zan hayotda surunkali og'riqlar hisobiga, doimiy stress yashagani hisobiga, miyadagi buzilishlar hisobiga bu og'ir hayotda ta'siri sifatida ham ko'rinadi. Mana shu davrda ham insonning xarakteri o'zgaradi. Masalan, oldin juda ham xushchaqchaq bo'lgan inson endi hech kimni ko'rgisi kelmaydigan uyda yolg'izlikni talab qilib qolishi mumkin. Oldin har narsaga toqatli bo'lgan endi betoqat bo'lib qolishi mumkin. Chunki u toqati hisobiga hayotdagi og'riqlarga juda uzoq vaqt chidagan edi. Lekin ko'pincha men nimani kuzataman? Aynan mana shu 44 yoshdagi o'tish davrida inson yaxshi tomonga o'zgaradi. Chunki u endi xatolarini tushungan, endi o'z hayotini ichkarida tahlil qilib, qilgan xatolarini to'g'rilashga harakat qiladi. Oldin yana bitta narsa, erkaklar mana shu davrda pul topishim kerak, oilamni boqishim kerak, yana boshqa do'stlar, choyxonalar, oshna-og'aynilar, yana nimadirlar bilan yashab turib va 44 yoshida atrofida faqatgina eng sadoqatli bu oila a'zosi ekanligini his qilib qoladi. Erkaklar mana shu davrda farzandlariga ko'proq mehr ko'rsatadigan, ko'proq ular bilan qiziqadigan bo'ladi. Mana shu ziddiyatlarning yana bitta bosqichi, agar farzandingiz 25 yoshgacha sizsiz katta bo'lgan bo'lsa, ya'ni sizni e'tiboringizsiz, sizni diqqatingizsiz katta bo'lgan bo'lsa, sizni 44 yoshdan keyin unga birdaniga ko'rsatadigan g'amxo'rligingiz unga yoqmaydi. Men katta bo'layotganimda qayerda edingiz degan savollar bo'ladi. Mana shu ziddiyatlar oilada asosan meni oldimga olib keladigan muammolarga sabab bo'ladi. Aslida bu shunchaki insonni, yana aytaman, o'tish davri. O'tish davri bu zo'r. Ya'ni siz inson rivojlanishi uchun unga o'tish davrlari kerak. Yomoni bir joyda qotib qolishi, doim bir joyda yashashi, ya'ni shunaqa jumla bor-ku, stabilni oylik xohlayman degan narsa. Demak, siz hozir 3000 so'm oylik olsangiz, demak 50 yildan keyin xuddi o'sha joyda, xuddi o'sha oylikda ishlasangiz, demak sizda hayotingizda rivojlanish va o'sish yo'q degan. Hayot stabillikni emas, hayot moslashuvchanlikni talab qiladi. Ya'ni har davri o'zini moslashadigan taraflari bo'ladi. Ana shunga moslasha olgan inson rivojlanadi bu hayotda. Demak, nima qilish kerak? Inson 44 yoshida, mana 36 dan o'tdik, yana bir qadriyatli bo'ldi. Ayollar ko'proq shu yoshida ishga chiqishni boshlaydi, kasb soha tanlaydi. Chunki bolalarni katta qilgandan keyin nimadir bilan boshqa shug'ullanish xohlaydi. Erkaklar bo'lsa qaytanga oilaga vaqt ajratishni boshlashi mumkin. Ularda teskarisi, chunki farzandli usiz katta bo'lib qolganini his qiladi va bu zo'r, oilada balans keladi. Aynan ko'p ajrimlar ham mana shu yoshga to'g'ri keladi. Ishoning, eng og'ir ajrimlar oilani 1-yilida va 20-yillarida bo'ladi. Chunki 1-yilida bir-biriga moslasha olmaganidan, ya'ni juft qilib tanlagan insonlar bir-biriga mos emasligidan va 20-yillarda esa oilani qadriyati, hayotdagi qadriyatlar, insonni o'zini ichkaridagi holatlari o'zgargani sabab va kutuvlari oqlanmaganini anglagan paytida
katta ajrimli bo'ladi. O'rtadagi ajrimli juda ham kam miqdorda bo'ladi va og'riqligi mana shu 20 yil turmush qurgandan keyin, farzandlarini katta qilib, oyoqqa qo'yib, voyaga yetkazgandan keyin bo'lgan ajrim eng og'riqlisi bo'ladi. Chunki u oilaga juda ham ko'p mehnati singan, unga o'zini vaqtida har bitta erkak ham, ayol ham o'z tarafidan o'z energiyasini, quvvatini, kuchini sarflagan bo'ladi va ana endi u narsa yo'q bo'lgani ichkarida juda katta bo'shliqqa paydo bo'ladi. Bu og'ir holat. Ichkaridagi bo'shliqni yo'qotish uchun sizga ana endi faqat ilm kerak bo'ladi. Agar siz bu videoni ko'rayotgan paytingizda qaysidir holatlarda o'zingizni kuzatgan bo'lsangiz va ha, menda ham shunaqa ichkarida bitta bo'shliq bor, men o'zimni shunaqa his qilaman, bekorga shuncha yil shu odamni oldida yashab qo'ydim yoki bo'lmasa shu sohada bekorga shuncha umr sarfladim, o'zi men hayotda nima qildim, nima uchun yashayapman degan savollaringiz tug'ilgan bo'lsa, demak siz aynan ilm o'rganadigan davrga kelibsiz. Buning uchun kitob o'qing, suhbatlarni tinglang, podkastlarni tinglang, atrofni kuzatishni boshlang va yana bitta tavsiya, bolaligingizdagi qiziqishlarni bir eslab ko'ring. Agarda siz hozir ham katta hayotda bolaligingizdagi bo'lgan qiziqishni mukammallashtirib, kattalashtirgan bo'lsangiz, demak siz zo'r to'g'ri yo'ldasiz. Agarda siz hozir hayotingizda bolalikda nimani xohlaganingizni unutgan va umuman boshqa sohaga yo'nalib ketgan bo'lsangiz, qiziqishlaringizni qayta tiklash orqali ichkaridagi bo'shliqni yopa olasiz. Demak, yosh o'tish davrlari, har birda yoshdagi o'tish davr bu oldingi tushunchalarni barbod bo'lib, yangilarini shakllanishi bo'lishi mumkin. Lekin siz bu o'tish davrlaridan qochadigan bo'lsangiz, bu sizda ichkaridagi doim xavotir hissini oshirib beradi. Undan ko'ra bu o'tish davrini to'g'ri yashab o'ting. To'g'ri yashash deganda tahlil bilan, ichki analiz bilan va ilm o'rganish bilan. Mana shunda o'tish davri sizni ichkariga tortib, hayotdan uzib qo'ymasdan, qaytangi yangi bosqichga ko'tarib, sizni rivojlantirib beradi va balki ichingizda qolib ketgan qaysidir qobiliyatlarni ayni mana shu o'tish davrida siz o'zingizda topgan bo'lasiz. Yana bitta muhim jihat, har bitta o'tish davri sizni shaxs sifatida shakllantiradi. Qirralaringizni ochib beradigan bir davr hisoblanadi. Undan qochib qutula olmaysiz, lekin undan chiroyli o'tib berish bu sizning imkoniyatingiz. Sizda yoki farzandlaringiz bilan bo'lgan munosabatda o'tish davrini qaysi etapi eng qiyini bo'lgan? Kommentariyalarda buni yozib qoldiring, siz bilan fikr almashamiz. Va sahifamga obuna bo'lishni unutmang.